Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana bir kishilik tritsiklimiz ham yetib keldi. Bo'linglar, dizaynga o'zinglar ham baho beringlar. Hurmatli obunachilar, buni maksimal yuk ko'tarishi 100-150 kilo yuk ko'tarayotgan yuk solib yursa bo'ladi. Hop, mana o'rindig'i suriladi. Aqabaqa men bitta yana bitta o'rindiq bor, ochiladi. Ochilgandan keyin bitta narsa solsa bo'ladi. Joyi bor. Bunday aylantirib, mana bunday qo'yilsa, bitta ham bir kishi o'tirib ketadi. Men bitta yana bitta o'rindig'i bor. Yoshroq bolalarga ham ushlab ketadigan joyi bor. Buni ham bunday qilib joyiga tiqsa, mana bilinmaydi, kirib ketadi. Hop, maksimal tezligi 30-35 km/soat. 35-45 km yuradi. Hop, mana radiolari bor o'zini. Bulut orqali ulanmasa, ana karnega bor, ancha baland chiqadi. Dальний бежи, поворот, signal. Oldi arqa 3 ta skorli telefon postavkasi bor. 2 tadan zapas pultlar, oyoq tormoz, ruchnoy tormoz. Mana yoqamiz, ovozini eshitasizlar. O'zbekcha gapiradi. Xudo xolasa. Keyin ma'qul bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa, manzilimiz o'sha Sergeli xonobodda joylashganmiz. Ranglari ham ajoyib chiroyli ranglarda kelgan.